Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Bugun sizlar bilan Ebimax firmasiga tegishli bo'lgan vibratorimiz haqida gaplashamiz. Bu vibratorimiz kafil, burchatkalarda hamda oynalarda qo'yishda juda qulay. Buni 1 dan 12 gacha bo'lgan obroti bor. Birinchi obrotni kelib eshitadigan bo'lsak, mana bemalol sizlarga ham eshittiraman mikrofon orqali. Bu 1 obrot hamda 12 obrotda turgan holatda sizlarga eshittiraman. Ovozni ko'rdinglar. Bundan tashqari vibratorimiz vakuum sifatida ham foydalanib, vakuum qilib plitkalar bemalol ko'tarishinglar mumkin. Bemalol ko'tarib, vibrator orqali nastroylarni bemalol yoysa bo'ladi. Mana 12 obrotda turibdi. Buni obrotini pastlatib sinab ko'ramiz. 4 obrotda. Mana 4 obrotda ishlashi. Buni endi 12 obrotga qo'yib yoyib ishlatadigan bo'lsak. Qo'lda qilasizlar doim. Kimga shunaqa sifatli tovarlar kerak bo'lsa, bemalol Ebimax firmasiga aloqaga chiqinglar.